أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli savaşdaşlarımız bugün dersimizni ettin keyin yana başlap aldık. Kitabımızın umumi hayitini, sıxımisini yana bir eslatib ötüş doğru geldi. Kitabımız Lemhat fi Ulumul Kur'an ve İtticahat Tefsir. Yani iki kısımga bölüngen. Birisi Kur'an ve Kur'an'ın münasebetlik penler hakkındaki kısmı. Biz hazır şu kısımda. İkinci kısmı tefsir ve tefsirle münasebetlik tefsir. Mesela uslupları, asalibut tefsir, menahicet tefsir qatarlıq noktalar tefsirinin türleri ikinci kısmı etti. Birinci kısmını biz üçkü bölgen toqsaqdaşlar. Bunu bize okuyucularımızdan bir kitapның umumi ahvalını cedvelleştirişini talep kıldık. Savaşdaşlarımız maşallah güzel şekilde hemmesi geldi. Bence kitapның umumi hayatı düşünmek şunda olsun bir esletip ötüldü toq hazır. Birinci kısımda El-Kur'an ve ulumuhu hakkında mezmunlar vardı. El-Kur'an ve ulumuhu hakkındaki mezmunlarını biz 3 babga bölgen toq. Birinci bab Kur'an hakkında. Bunu tügettik. İkinci bab tarih Cem'al Kur'an. Elhamdülillah bunu mu Ramazan içinde tügettik. Emde keldik. Üçüncü bab Ulumul Kur'an. Ulumul Kur'an bek köp temalarni öz içine aladi. Bunun münasebetlik pelle nayt köp. Ama kitap özünün hacmiga göre ahvalıga yarasha fakat neçe mezmun? 3 mezmun. Mekki medeni, muhkem muteşabih ve kıraat ibaret 3 mezmununu sözleydi. Tabii ki bununla bilen ulumul Kur'an qanaqılmaydı, tügümeydi ma iniq qıllanıldı olsun. Biz yine başka kitaplara müracaat qılırız. Ama bu kitapda okuyduğun ulumul Kur'an o münasebetlik pen fakat ne burada? 3 oldu. Kallandı şu iniq olsun. Nazır fakat bu cedvel arqılı bizning nega kelganligimizni sizlarga tunishtirmoqchi, eslatmoqchi. Biz El-Kur'an hakkındaki mezmunlarını yeterlik okudık. Onun her bir türü boyunca mesela tariful Kur'an, vesful Kur'an, davrul Kur'an, fi'l madina ve mustakbilin, asma'ul Kur'an, el-vahy, tencimul Kur'an, el-aya ve sura mesela, tertibu ayatul Kur'an ve surihi, i'acazul Kur'an hemmini okup öttük. Kur'an-ı Kerim'deki Resulullah'ın devrideki toplanış, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın devrideki toplanış, Osman radıyallahu anh'ın devrideki toplanış ve mushaflarninki küçürülüp tarqıtılışı ve azırkı basma haletki kelişi qatargıcı bolgan umumi jarayonlardan bir qurup nima tapdık? Xabar tapdık savoqdaşlar. Endi bugün şu birinci kısımninki 3-cü babı Ulumul Kur'an. Tekrar dey savoqdaşlar. Ulumul Kur'an köz aldığınlardaki 3 mezmun bilen tügümeydi. Bununla münasebetlik pelle köp. Ama biz kitabımızın hacmi, okuyucularımızın bu penge bolgan tunuşkan zamanıga göre fakat kitabımızda 3 mezmununu okup ötümüz. Mekki medeni, el-muhkem ve el-muteşabih ve el-qiraat qatarlıq muşunu okup ötümüz. Bu kallanlarda ma'lum derecede bir narsa peyda olgan bolsa kitabın özüge kelsek buludu. Yani 3-cü bab Ulumul Kur'an. Hem kitabını bevasılam, içplam, Ulumul Kur'an deplam başlap kelsem hem de kallanlarda biz näden näe keldik deydigan bir hukum g'ualish qamusunun üçün ben tekrar cedvelini içip sizlerge eslettim, bıraktım, esletip öttüm. Ondan olsa kitabın özüge keleyle savaqdaşlarımızdan köpüncüsü de şu nemeden yığılıp ulanmağa oxşaydı. Bayramdan köpleri yok. Biz Ramazanda evek sizlerge nispeten besimni köpeytmedik. Derslerge nispeten talepni köp koymadık çünkü Ramazanda çarşap qalmışsın dep. Ama bugünden tartibini burunqıga oxşaşla kelgen okuyucularning ismini mayadan özüm qarab yo'qlama qilaman. Ondan keyin darsning ma'lum bir talab bo'ladi. Şu boyunca mağada inşallah. Ondan keyin şu münasebetlerini dep qo'yay. Bizning endi bir tefsir dersimiz. Fakat haftada bir gün bo'ladi.
Ma ders 3 gün bolsun buludu. Eğer sizlerning telefonuna qarab, haftada 4 gün qilsaq buludu. Tafsir dersimizning biraz silinmesi ağır, yani vazifesi ağır. Savoqdaşlarning ichidagi biraz tirishchanliqroq qilmoq qatnasanlar buludu onga. Anda olsa biz dersini başlayılı. 3. bab Ulumul Kur'an Abdurbiyada bir qism mazmunlarni biz bilan o'rtoqlashdi. Davotada Ulumul Kur'an hiyal mabahis allati tata'allaqu bil Kur'an ve jawanib min. Yani Ulumul Kur'an deganimiz Kur'anga ve Kur'anning ma'lum bir bo'lagiga munosabatlik bo'lgan tadqiqotlarni, mabhaslarni nima deymiz? Ulumul Kur'an deymiz deydi. Yani Kur'an'a münasebetlik, mesela deylik kıraat, Kur'an'a münasebetlik, Resmul Kur'an mesela Kur'an'a münasebetlik, Tecvidul Kur'an, Kur'an'a münasebetlik, Mekki Medeni Kur'an'a münasebetlik, El-Vucuh ve Nezair Kur'an'a münasebetlik, mesela Nasih Mensuh Kur'an'a münasebetlik, Qasam Kur'an'a münasebetlik, El-Enfal Kur'an'a münasebetlik, Muşlamın hemmisi Kur'an'a münasebetlik mebahaslar. Ama ayrım bo'lg'achqa bular toplanib Ulumul Kur'an degan bir nom ostiga qana qilingan, toplangan. Yabdu anna adadan min al-a'immatil mutaqaddimin qaraganda ilgirki imamlardan nurg'unlari Kur'an'a munosabatlik temalar haqida kitoblarni yozgan. Bu kitoblarning bir qismini İbn Nedim Fahras degan kitobida qana qilgan tilga olgan. Abdurmushishlik bilan boshlanadi. Endi hadihi hiya al-marhala al-ula fi nushu ma urifa bi ulumul Qur'an. Yani ulumul Qur'an deb tunilgan bir moddaning, bir fanning paydo bo'lishidagi birinchi bosqich shu deydi ma'lum. Thumma andan keyin bu mabhaslar ulumul Qur'an degan nom ostida to'plangan. Thumma lam yalbas an mamma turaqliq iborani bir necha rat sizlarga tushuntirib qo'ydim. Lam yalbas an degani uzun o'tmayla deb tarjima qilasizlar. Bu ortiq ilishmayman ona. Uzun o'tmayla asbaha hada al-unvan bu ism mustaqil bir fanga nim bo'ldi, xos ism bo'ldi. Alaman degani xos ism, ala ilmin bizatihi degani ilmin bizatihi qo'shilib mustaqil bir fan. Yani Ulumul Kur'an mustaqil bir fan oldu demekçi. Araduhu bular bu fanninki bu fanninki mesela ilmul mustalah yoki ulumul hadis fanga o'xshash, shunun qarshisidagi degan gap o zid degan gap emas, shunun qarshisidagi o'xshash bir fan bo'lishni maqsad qildi. Mesela ilmul fiqh deymiz. Ulumul hadis yoki ilmul hadis yoki mustalahul hadis deymiz. Shunga o'xshash Ulumul Qur'an mustaqil bir fan oldi. Ve minel mufid an nazkura fima ya'ti tuvanda deydi. Tuvanda fima ya'ti ilgirki mualliflarning bir qism ismlarini tilg'ab o'tish ve ular yazgan kitoblar ni tilg'ab o'tish musu sohadagi bunun nayiti ahmiyati zo'r. Minel mufid degani ahmiyatlik. Ammo o savoqdoshlar maslak bir gapimda, agar tafsir kasbidan oxirgi shug'ullanmoqchi bo'lsanglar, mushu kitoblardagi, mushu yangi kitoblardagi, muasir kitoblardagi eng go'zallik nima desanglar, mushu bir qism mufassirlarningki kitoblarning tunishtirilishini deb berishdi. Agar deb bermasa, Aşı məlumatqa erishish uchun bek uzun vaqt ketadi. Sizlar o kitoblarni kurash to'g'ri keladi, tadqiq qilish to'g'ri keladi, xarakteri qanday, o kim, bu kim, maktab. Mani mavla sizlarning o'ninglarda tadqiq qilib sizlarga deb berdi. Bundan biz bunda qarab bakıp Palarning kitobida bunda mazmun bor ekan, kallamizni to'g'izib olamiz. Fukunining kitobida bunda mazmun bor ekan, kallamizni to'g'izib olamiz. Bir ishni bahs qilmoqchi bo'lib, bir narsa yozmoqchi bo'lib yoki izlanmoqchi bo'lib qo'qqunimizda darrov shu kallamizdagi shu ma'lumotlar bizni Palarning kitobida mazmun bor ko'rib boqamiz, munosabatlik bo'lsa olamiz. Fukuni kitobda bundaroq mazmun bordi, ko'rib boqamiz, munosabatlik mazmun bo'lsa olamiz. Mushu shaklda qiladigan gap savoqdoshlar. Shunga ma kitoblarning ismi, avtorlarning ismiga faqat sal qaramanglar. Bek muhim.
فمن أقدم هؤلاء المؤلفين مشو قديمي مشو مؤلف لنا أن قدمي لرنا قطاردن أولئك الذين تركوا كتبا في التفسير. التفسير ده نورغون كتابlarını kaldırıp ketken aşı kişiler şu. Ularning eng danlıqlarından birisi Said ibn Jubayr. Hijriye 95-yil vafot topgan. Buni biz ilgirki buhus dersimizde mutlaka algan mençe esanlığı var. Şu'bet ibn Hajjaj Hijriye 160-yili vafot topgan. İbn Cerir at-Tabari Hijriye 310-yili vafot topgan. Endi Said ibn Jubayr, Şu'bet ibn Hajjajlar qadim en danlıq müfessirler deb qaralsımı, amma kitibi bizga yetib kelgan, biz bunda qo'limizga kitibini ep o'qib baqqan odam kishi kim o? Ibn Jarir at-Tabari. Buni ham o'qib o'tdik. Shularning qatoridan Abu Ubayda G'aribul Qur'on nomli kitobni qana qilgan, yozgan, Hijriya 209-yili vafot topgan. Amma kitoblarimiz, tadqiqotlarimiz, bahslarimiz bu kişiden fakat bir hacet olanmaydı. Ondan keyin Muarrij Dasusi 195-yili vafot topgan G'aribul Qur'on nomli kitobi va Asma'i Lug'atul Qur'on nomli kitobi va shu asosda bir avtorlarning ismlari berilgan. Ekranda ko'rganinglardek, bular biz uchun tafsirdan shug'ullanmoqchi, ulumul Qur'on bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga nisbatan favqulodda muhim kishilar. Men biraz tunuşluq ve muhim bo'lgan kishilarning ostiga ancha-muncha sizib qo'yishni to'g'ri topdim. Masalan, boshqasi muhim, ama bizga ko'p uchraydigan kishilar demakchi. Mana shular ostiga siz qoldirib, nihoyatda muhim kishilarning qatoridan. Eng ostiga qaranglar, kishilarning ismlarini o'zingizlar o'qib olasizlar. Kitob avtorlari, masalan, uning tug'ilgan vafot topgan yil tarixi. أما أول من جمع هذه العلوم في كتاب واحد. أمد مش علوم القرآن بايتن ديگنimizdek asli parça mazmunlar. Parça bahslar. Burun da başqa pellerge o'xshash bir mana chiqmoqlar. Birisi tajvid haqida yozaqliq, birisi nasikh mansukh haqida yozaqliq, birisi bir ish haqida yozaqliq. Keyin bag'an siri mukammallashtirilib bir yerga qanaqalıqlab to'planaqliq. Endi mushu bir yerga to'plagan bir kitobda mushu pellerning hammani to'plagan tunji kishi famina sa'b al-jazm bi tahdidihi, uni muayyanlashtirib jazm qilish haqiqatan qiyin. Ya'ni paloni zodim tunji bo'lib butun ulumul Qur'on sohasini bir yerga to'plagan digilolmaydi. Ustoz Zurqani shunda tilgan edi. أن أول من ألف في علوم القرآن hakkında tunji kişi olsun Ali ibn İbrahim ibn Sa'id, yani bu Hufi ile meşhur. Köpünç kitaplarımızda İmam-ül Hufi ya ki Hufi de tilgılanıdır. Bu kişi ve qad taraka kitab el-Burhan fi ulumul Qur'an. Yani el-Burhan fi ulumul Qur'an namlı kitapni qana qilgan, qoldirib ketgan, qattaraka qoldirib ketgan deb mushun tilga bo'lib deyotdi. Va hada g'alat. Bu g'alat. Qad awqa'a az-Zurqani ma abturning gibi cuma. Zurqanini bu xatolikqa, bu g'alatga nima tushirib qo'ygan desa, kitobning ismidagi xatolik tushirib qo'ygan. Bu kitobning ismi Zurqani tilga olgandek emas. Kitobning asl ismi Kashfuz Zunun degandek El-Burhan fi tefsirul Kur'an. Leysa El-Burhan fi ulumul Kur'an. El-Burhan fi ulumul Kur'an hemen birisler kimnin kitabı? Zerkeşi'nin kitabı. Ama Hufi'nin kitabı El-Burhan fi tefsirul Kur'an. Bu kitap tefsir hakkında ama ulumul Kur'an hakkında çoğu emas. Mişet bir nesini tushunmasanlar bo'ladi. Jiq o'quvchilarimiz ulumul Kur'an bilan tefsirini ilashtirib oladi. Hatta ulumul Kur'an bilan usulü tefsirinden iyileştirip alıyordu. Usulü tefsirimi ulumul Kur'an'dan içindeki bir bahs. Ama hacmi köp bo'lg'achqa, doirasi köp bo'lg'achqa, ulumul Kur'an degan vaqtimizda usulü tefsir kelib qoladi. Tefsir boshqa, ulumul Kur'an boshqa. Hatta usulü tefsirimi ulumul Kur'an degan cho'ng nuqtada aytgan vaqti boshqa. Yani ulumul Kur'an'ning ichiga kiradigan bir turi. Deb bo'lib, ondan keyin Ibn Jawzi
Ulumul Qur'on haqida ikki kitob yozdi. Fununul Afnan fi ulumul Qur'on bu bir, yana birisi Al-Mujtaba fi ulum tata'allaq bil Qur'on bu ikki. Ondan keyin Abu Shama Al-Murshid al-Wajiz ila ulum tata'allaq bil kitab al-aziz bu kitobni yozdi. Shundan keyin hamda bilisizlar har qanday bir fanning taraqqiy qilish bosqichi hammasi kitob yozdi. Bir Allah ilm ato qilgan birisi keladi. İlgili yazgan bütün kitaplarını ölçüge algan bir şekilde bir xulas yazdı. Xuddi nahviy to'g'riliq, bu yazılıqlık, en ahırda Elfi İbn Malik kelib, bütün kitapni xulaslagandek qilib Elfisini yazib, xatma qilib atgandek fan nahviy sohasini ulumul Qur'on sohasida u kitap yazılıqlık, bu kitap yazılıqlık ahirida thumma jaa Zarkeshi keldi. Yani Hicriye 794 yıl vafat ettiler ve özünün dağınlıq kitabını yazdı. O dağınlıq kitabı bolsa hem öyle tanıyılan El-Burhan fi ulumil Qur'an. Ondan keyin Balqini keldi. Hicriye 842 yıl vafat etgan. Özünün Mavaqi'ul ulum min Mavaqi'un Nujum degan bu kitabını yazdı. Ahirida Siyuti kelib 911 yılı en mükemmel kitabehul Cami'a degene en mükemmel hemini özçüğün kitabı El-İtqan fi ulumul Qur'an'ni yazıp kaldırdı. Ama men hususen sizlerge nispeten tavsiye kıldığının birisi Zarkeshi'ninki El-Burhan fi ulumul Qur'an, yana birisi Muşu Siyuti'ninki El-İtqan fi ulumul Qur'an. Kalan kitaplar güzel ama en paydaşkan muşu iki kitap mence buludu. Muasir kitaplarını okumakta olsanlar Zurqani'ninki kitabını qanaq El-İtqan okusanlar buludu Zurqani'nin kitabını. Ama Siyuti ile Zarkeshi'nin kitabı ulumul Qur'an sahasida Turas kitap süpütülen, Turas kitap bulu süpütülen merce olalaydı, menbe olalaydı. Şu anda velil muasirin yeni de yakınki zamanda kelgen zamanımız ulemalarininki ulumul Qur'an sahasida nurg'un kitapları var. Kitapların içinden qısqa yazılganları var, kitapların içinden ma fawqa zalik uzun yazılganları var, kitapların içinden yaxşıları var ve mundaraqları var. Madun ezalik degan gap, nachar degan gapning o'rniga ishlatilgan güzel gap. Masalan, biz bir narsa ifodalamoqchi bo'lsak, bu o'quvchilarning orasida yaxshilari var, tirishchanlari deb bo'lib, tirishchan emaslari var, o'rinlari var degimiz kelmaydi deymiz. Sen mundaraqları var demekçi aşını ifadelaydı, madun ezalik ifadelaymiz. Ve senedrusu fi hadal bab, bu babda biz 3 timini okuyumuz savoqdaşlar. Birisi Mekki, birisi Medeni, El-Muhkem, El-Muteşabih, El-Qiraat. Bayatin dersimizden 5'de cedeveli şekilde ekranda hemen onları gösterdik. 3 mezmun var. Yana tekrar eslatib qo'yay, ulumul Qur'on 3 mazmun bilan asla tugamaydi, ko'p, bundan ko'p. Ammo kitobning hajmi va o'quvchilarimizningki bu ulumul Qur'on haqidagi tunishiga ko'ra faqat 3 mazmun tanlangan. Bundan boshqasini o'qimayman, texmi kengayman demoqchi o'g'illar. Narud al-qurra ar-raghibin fil itla' ala al-ulumul ukhra min ulumul Qur'on. Ulumul Qur'ondan başqa pəllərdən xəbər tepişqə qiziqqan oxucularımızı biz uzun ulumul Qur'on kitaplarını mutaaqala qilishqa narud qaytaramiz. Yəni çoğ-çoğ kitaplardan qanaqlanma ko'raman deməkçi. Unda olsa kitabımızın bugünkü asosiy mazmuni birinci fasli El-Mekki vel-Medeni. Biz bu haqda bu ulumul Qur'on degan kitabımızda ancha-muncha nimbagan ma'lumotlarni ma'lum darajada bergan, ammo saboqdoshlarimizdan so'rab baqsaq. Saboqdoshlar. Makki degan nima, Madani degan nima? Makki degan nima, Madani degan nima? Qaysini javob baqsizlar? Arabcha ismiga qaragan vaqtda Makkiga oid degan gap, Madani Madinaga oid degan gap. Muş isim jiq kishilarni aldaydi, hatto jiq o'quvchilarimizni qanday qiladi? Aldaydi. Qani. Mikrofonni ochib qo'ydim Salmon qarindashimiz. Assalomu alaykum, xizr Ba. So'z
Mekke ve Medeni degini Mekke degini Kur'an-ı Kerim şu Mekke'de düşen ayetler köstü, Medeni degini Medine düşen ama bir yerde saz ve has Mekke'de Medine düşen emez. Belki köpünce kitaplarda tefsir alakalı kitaplarda bu hicretten ilgili düşkenlerini Mekki dep atılan yoki hicretten keyin düşkenlerini Medini dep atılan ahvallar var. Bunun ne xil tushunish vakan xususan ben şu hicretten ilgili düşkenlerin Mekki keyin düşken ayetlerini Medeni dep tushunib ketganman biraz farq bo'lishi mumkin bunda unda. Allah razı olsun. Savoqdishimiz dastlabda asosiy şekilde Mekki degan Mekkada tushgan, Madani degan Madina tushgan deb javobni berib bo'lib, undan keyin bu haqdagi bosh mazmunlarga o'tib, hijratdan ilgari tushgani Mekki, hijratdan keyin tushgani Madani deb ma'no qiladi. Amaliyotda shu qistirilgan keyingi mazmun to'g'ri. Ya'ni Mekki Madani haqida bir necha xil ko'z qarash va asosiy ko'z qarash, 3 xil ko'z qarash asosida buni biz o'qiymiz inshaalloh. Mening bayatdan qaysinglar deb baqsalar deb savoqdishimizni digizishimdagi maqsad tam savoqdishimizni tortib ketgandek, shu Makki, Madani degan shu so'zningki atalg'usi chiq odamni xatolikka tortib ketadi. Savoqdishimiz shu Makki, Makkada tushgan, Madani, Madina tushgan deb bo'lib, andagi ulumul Qur'onning kitoblarida ko'rgan hicretten ilgari hicretten keyin noktasını muayyanlaştırdı emasmi? Köp kişiler Mekki medeni meselesinde tam şu şekilde qanday qiladi xatolashidi. Mekki Mekke'de tushgan, Madani Madina tushgan degan şekilde xatolashidi. Tabii ki bu so'znomni egalari var. Uni xatolik deb ham biroqlar mumkin qo'yish bizga nisbatan biroz cho'ng keladi. Ammo tarjih qilingan u emas. Inshaalloh ko'ramiz qaranglar. Men shuni so'radim bekor emas. استمر نزول القرآن 23 سنة. قرآن تشي 23 yıl devam kıldı. وقد وقع خلال هذه المدة bu müddet cereyanında büyük hadiseler yüz verdi. لعله belki şu Resulullah'ın hayatındaki peygamber olgandan keyinki en büyük iş oluşu mümkün. O olsa mu Medine Münevvere'ye kılınan nemu hicret. Resulullah'ın hayatını ikiye bölgen, İslam tarihini ikiye bölgen, İslam kanunçılığını ikiye bölgen, hatta ineqraq desek, Kur'an'ın karakterini ikiye bölgen bir hicret hem de bu. Tam hicretin aldıdaki bütün ehvallar başka, Müslümanların umum vaziyeti başka, hicretin kendisi başka, siyasi vaziyeti başka, hicretin kendisi başka. Hicretin aldıdaki Kur'an'ın karakteri başka, hicretin kendisi Kur'an'ın karakteri başka. Bizden okuyattığımız ulumul Kur'an bu başka savaştaşlar. Hicret, Medine'ye olan hicret, Kur'an'a o kadar tesir gösterken bu açıkça, şunu biz alayda bunu bir ulumul Kur'an'ın bir peni, bir alayda kısmı süptüde kanakılımız ders kılıp okuyumuz arkadaşlar. Ve kana hadal Kur'an yetenezzal fi Mekke ala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem li yuvaciha bihi mujtema'a el cahiliye el anid. Ma Kur'an-ı Kerim Mekke'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'a kanakılatı düşetti. Demişqa şu Kur'an bilen Resulullah'a karşı çıkıvatkan cahiliyet cemiyetiga qanaqılsın üçün karşı tursun yoki taqabul tursun üçün liwaji taqabul tursun ve liyuvajjihal qillatal mustad'ifa al maghlub ala amriha bütün işleri maghlub bolgan degeni işlerini özünün işlerini özü qılmavatqan acuz azgını kişilerini yani iman etkan ve doğru yolunu tanıyan kişilerden şu türdeki kişilerini liyuvajjiha yetekleş için Kur'an'dan iki xil vazifesi oluyor hatta. Mekke'deki halde birisi liyuvajih yumulaqchiga ağırın mavu yani birisi liyuvajjih mavu. Birisi şu cemiyetteki cahiliyet cemiyetiga taqabul turish için bolsa yani birisi şu assallık putkulu bağlaqlık hesapta işleri kul demez. Aciz şu gruplarını kanaklı yetekleş. Velakinnehu fil Medine ama Kur'an Medine'de olsa iman asasıda ve bu dinin talimatlarına boysunuş asasıda şekillengen bir cemiyetke
yüzlengen deydi. Kana yuvacih yüzlengen. Endi bir noktani o'ylanglar. Mekkadagi holat, Qur'onning yüzlanayotgani nayt ig'ir jahiliyat davridagi bir guruh var. Medinada yüzlanayotgani iman itiqod asosidagi bir jamiyatga yüzlanayotgan bir ahvol var. Mekkada Qur'onning ko'z oldida oxil shakldagi kishilar var. Medinada mahil shakldagi kishilar var. Endi o'ylab boqinglar. Qur'on emas. Sizlar bizning oldimizdagi kishi birisi mu'min, dinning har qanday gapiga salomlar deydi. Yana birisi ko'tav gapini deydi. Bizning talaffuzimiz, deydigan gapimiz, suhbat timimiz, tutadigan muomalamiz o'xshamdi. Bir inson bo'lsa tabiiy o'xshamaydi. Tabiiyki fakana min tabiiyki bu yerda deydi. Bu yerda ikki marhaladan har birisininki tiymilari orasida o'xshamaslik bo'lish. Bu tabiiy ahvol. ويتبع هذا الاختلاف في الموضوع أن ما تيمدeki ما o'xshamaslikqa uslubninki xarakteridagi o'xshamaslikmi ham ergishib keladiki, gap o'xshamagan ekan, uslub ham o'xshamaydi. Xitobiy shaklda qilgan gap bilan munozir shaklda qilingan gapni osmon zamin farqi va hatto ovoz urg'ularigacha farqi va uni ifodalamoqchi bo'lgan nuqtalargacha farqi va bu nuqta bizga nisbatan bak yushin nuqta emas. لقد نزل القرآن ليربي أمة العقيدة. قرآن عقيدة أمتنا تربية شجن. التي تبقى مهمتها ما بقيت على الأرض حياة. Bu ummetning deydi vazifasi mushu zamin ustida hayotlik qilib qolgan muddatcha qana qiladi, qilib davom qiladi. Unda bo'lgan ekan ulamolarningki Qur'ondagi bu ikki turini bayon qilishi bu nima emas, ajablanarli emas. Va inna mimma yakadu ya'khudhu bil albab. Endi odamning aqlini ep ketadigan ishlardan birisi. Ma yakadni ma o'rinda pek ko'rinarli tarjima qilib bo'lmaysizlar. Aqlni ep ketishga az qolgan degandan gap, aqlni ep ketadigan ishlarning birisi mushu Qur'oni Karimdan iborat mush kitob qana qilgan, ushurgan mushu ko'ngil bilish. Endi dunyoda Qur'ondek tadqiq qilingan kitoblar yo'qdir. Mayli musulmonlar tomonidan tadqiq qilinsin yoki g'ayri musulmonlar tomonidan tadqiq qilinsin, ma Qur'ondek tadqiq qilingan ikkinchi bir kitob yo'q. Bu aniq bir nima? Haqiqat. Buni izlansam shu natijaga kelasizlar. Chunki falaqat naqalal muslimuna an ayatihi. Hatto musulmonlar Qur'onning oyati haqida shundan naql qildiki, shu darajada naql qildiki, bu oyat nada tushdi. Tushunami? Bu darajada o izlanib har oyatni nada tushdi, kim qilishdi, bu qadar izlandi. Hattoki biz shunday deyamizki, Qur'onda oyatlar bo'ladi ekan. Innahu laysat hunaka ayat. Keyin illoga chiqib biz musbat tarjima qilamiz. Qur'onda oyatlar bo'ladi ekan. O'sha oyatning tushish tarixiga dalolat qiladigan bir mazmun qanaqaliglik keraklik mutlaqo bor. Hech qanday bir oyat mujmal holatda qilib qolmoqlik. Endi bu nuqtalarga qaragan vaqtda Qur'on bilan ilgirgi samoviy kitobni o'tirdi, farq favqulodda cho'ng savoqdashlar. Tavrat İncillarning asli tilisining qaysi ekanligi, masalan, Injil desak, asli tili qaysi tilda Injil? Allah Injilni qaysi tilda nozil qilgan bu bilinmagidek darajaga yetgan ekan. Ammo Qur'onchi o Qur'onning tili arab tili ekanligi 100% aniq. İçideki her oyatning kim haqida tushdi, qanday tushdi, qachon tushdi, bu qadar ma'lumotlar nayt aniq. Balki biz uningdan ko'proqni manda ushurtimiz, lanajid. Qur'oni Karimga ko'ngil bo'lishga dalolat qilish maqsad undan ko'proq ushurtimiz. Masalan, falaqatdagi masalan muallifullah mush kitob yozganlar ulumul Qur'on haqida Qur'oni Karimdan muqim holatda, safar holatda tushganlarini, Qur'oni Karimdan kechida va kunduzda tushganlarini, Qur'oni Karimdan yozda va qishda tushganlarini, Qur'oni Karimdan bir yotoqda va uyqu holatida tushganlarini va ma ila zalik va undan boshqa palladin siz ulumul Qur'on kitoblarida ushursiz pallarni bu darajada qanaqavatliq so'zlagan ekan. Bu darajada tilg'aliqlik hamdi. Va mana bu mimma
mush tarjimaga qadam ko'nanmaydi saboqdoshlar. Men mana shu o'rinda mana bu deb tarjima qilasizlar. Men alay ta'kidlab qo'yay. Bak ko'p uchraydi. Bir gapni deb kelib o'tib, shu gap natijasidan chiqarilib bir yakunga kelmoqchi bo'lsa, men mana ishlatadi. Bunda yerda Uyg'urchada mana bu insoniyat fikr tarixi bilmaydigan, yani boshqa bir samoviy olsun yoki ardiy olsun kitoblarga nisbatan insoniyat fikr tarixi bilmaydigan bu ko'ngil bo'lishni qana qildi ta'kidlaydi bu. Mush yuqorqi ahvollar Qur'oni Karimga berilgan o qadar ko'ngil bo'lishning ifodalari saboqdoshlar. Unda olsa gapdan o'tib gapning postkallısı kelaydi. Bugungi darsimizning temasi nima edi saboqdoshlar? Makka madani. Makka madani degan nima? Abdur gapni adadidan ziyoda uzatmaylam 3 xil fikrini o'tirib qo'ydi. 3 xil fikrini. Gapni Raji o'zining nazaridagi eng kuchli ko'z qarashdan boshlab dediki, al-qawlus sahih ar-raji. O'zining fikrini avvaldan o'tirib qo'ydi. Eng to'g'ri va kuchli fikr shuki, Makka deganimiz hijratdan ilgari tushgan Qur'on. Mayadagi mamma men bilan bog'lanadi bunda o'rinlarda. İkisini birga qo'shib qana qilasizlar, tarjima qilasizlar. Ma nazala minal Qur'on degani tushgan Qur'on deb tarjima. Qur'ondan tushgan emas, tushgan Qur'on. Chunki men mushurunda ma'noning bayoni, bundan alohida din deb tarjima qilishning hojati yo'q, chunki bayon qilish rolini ham o'ynaydi. Alaqasli grammatikada huruf jarlarninki bir necha xil ma'nosini ko'rdinglar qachon? O'sha ma'nolarni hamini o'ylab tarjimaga so'ndirsam bo'ldi. Ve annel medeni oğul olsa ma nezele ba'daha. Yani şundan keyin tushganligini nimada hijratdan keyin tushgani nima bo'ladi? Medeni bo'ladi. Mushu men darsimizdan oldin dedim, umum Qur'on kitoblaridagi rajih fikr mushu saboqdoshlar. Endi ve hunaka qawlan akharan fi ta'rifihima. Mushu Makka madanininki ta'rifati haqida boshqa yani ikki fikr bor. Hunaka nima o'rinda bor deb tarjima qilamiz. Ama bu ikki fikir bek to'g'ri emas va bek umumlashmoqlik deyapti. O ikki fikir olsa-mu, birinchisi Makka deganimiz ahli Makka xitob qilingani, Madina deganimiz ahli Madina xitob qilingani. Nayta oddiyki, bir og'izdan savol qo'yamiz, Makka va Madina ahlidan boshqalar-chu. Rasulullohning davriga qaytgan taqdirda Taifdikilar va boshqa yerdagilar va masalan Makka Madinadan sirtdagi arabiylar va bular-chu bir savol tushdi. Şuna ait addi bunun bek to'g'ri tarifat emaslik ekanligi. İkinci tarifat Makka deganimiz Makkada tushgani, Madina deganimiz Madinada tushgani. Ma ikkinchi tarifat, ma birinchi tarifat qilgan vaqtda biroz to'g'ri, ammo buning qisilib qoldi g'ayri va. Masalan, Makkada emas, Madinada emas, Baytul Muqaddasda tushgan oyatlar, masalan, Taifda tushgan oyatlar, buni qanday qilamiz? Mesela şu yerden çıkıyor. Şu aşka bu tarifatların içindeki en to'g'risi qaysi? To'g'risi mana şu. Abdurma başlam ekeldi. El-qawlus sahih ar-rajih deb Makka Madina qatırın. Şu hamma insanlar tutuyorlar. Har qanday bir savol kelsa yoki har qanday bir imtihon kirib qolsa, har qanday bir narsa yozmoqchi bo'lsangmi, kallang ini qo'ysin. Makka hijratdan ilgari tushgani, Madani hijratdan keyin tushgani. Endi Makka madaniyaninki o'ziga xos bir alohidaliklar bo'ldi. Bu ayishning bekor sababi yo'q. Bu xasoislar, alohidaliklar, o'zalliklar Qur'onning oyatlarini tushunishga favqulodda nimasi va alohida ta'siri bor. Qani ko'rib o'taylik saboqdoshlar, bu yerda qiyin emas. Makkaning xususiyatlariga kelsak, nara al-Makkiya g'aliban. Makka oyatlarni ko'p hollarda aqida, qurilish temasini qanaqayotgan, hal qilayotganligini qanday yo'llar bilan, tuyg'u yo'llari bilan va aqliy yo'llar bilan hal qilayotganligini ko'ramiz. Bu xil Makka oyatlarining asosiy temasi qisqa deydi. Ixtisor qisqa bayon qilinadi. Xuddi qisqacha aytgan vaqtimizda ustoz Said Qutb degandek, tirnoqning ichidagi shu ulug'iyatning haqiqati, ubudiyatning haqiqati, ulug'iyat bilan ubudiyat o'tiridagi aloqaning haqiqati, mohiyati. Kishilarga uningga bo'ysunish, ibodat qilish, buyrug'iga ergashish, shariatiga ergashish kerak bo'lgan haqiqiy Robbini qana qilish, tunutish va sog'lom tabiiy aqidaga kirgizilgan barliq sirtdan kirib olgan
aralashma, aldamchilik masalan, sirtdan kirvelish, chatnash, o'xshash chatnash degan gap. Mushlarning hammasidan yiroqlashtirish va kishilarni Robbligiga bo'ysunish, loyiq bo'lgan haqiqiy ilohiga qanaqlash qaytirish. Mana bu Makki oyatlarning asosiy temasi. Makki oyatlar qaraganda tarix so'zlaganda qiladi, qissa so'zlaganda qiladi, uni so'zlaganda qiladi, buni so'zlaganda qiladi, cho'g'iltib akilib mushtirnaqlanishidagi bir necha mazmunga qanaqlagan markazlashgan. Bu Makki oyatlarning vazifasi. Madaniy oyatlarning ikkinchisi endi Makki oyatlarning xususiyatining ikkinchisi va nara fi hada an-naw' min al-Qur'an bu turdagi Qur'onda, ya'ni Makki oyatlarda müşriklar bilan bo'lgan munozirlarni ko'ramiz. Jidal degani munozirlar. Bu munozirlar ularningki ro'shan xatoligini bayon qiladigan, ularning aqlini ularga amaldan qoldiradigan, ya'ni aqling yo'q degandek. Ularning o'zlari ota-onalarini shu asosda qana qilgan, ko'ngan odatlarga ergashganligini bayon qiladigan mahil shakldagi munozirlar. Va nara fihi, bu shakldagi oyatlarda, shu Makki oyatlarda shirk, buddistlik qabih odatlarga nisbatan eg'ir hujumni ko'ramiz, kayishni ko'ramiz, tahdidni ko'ramiz. Allah'ın zikridan to'silgan, Allah'ın oyatlaridan yuz o'riydigan kofirlarga bir ogohlantirishni ko'ramiz. Bu Makka oyatlaridagi ikkinchi xususiyat hisoblanadi. Üçüncü xususiyat va nara anna al-Qur'an al-Makki, Makki Qur'on mukazzibin inkar qilganlarning qissini ko'p o'tirg'a qo'ydi. Yakthuru min ard, ikkisi qo'shilib yakthuru min ard, ko'p o'tirg'a qo'ydi. Buni ko'ramiz, ko'p o'tirg'a qo'yganligini ko'ramiz. Bu üçüncü alohidlik. Dördüncü alohidlik olsa Makki oyatlarning, Makki Qur'onning oyatlariga qasr, qisqalik g'olib bo'ladi. Ko'p hollarda qisqa keladi. Va bu xil Qur'onda, Makki Qur'onda kalla kalimasi ko'p bo'ladi-ki, kalla kalimasidagi mazmun qanaqlash boshqalarga ayiblash, cheklash, to'sish ma'nosi bor. Va Makki oyatlarda surlarni Qaf, Hamim, Kaf, Haya, Ayn, Sad o'xshash harflar bilan boshlash ko'p bo'ladi. Bu bir alohidlik. Imom Zarkashi deydi, kullu sura fiha huruful mu'jam. Mushu hurufu muqatta, mu'jam degan gap, bizdagi ilm harfi degandek, harflar bo'lgan har qanday sura Makki bo'ladi. Illaki Baqara bilan Al Imrondan boshqa. Baqara alif lam bilan boshlanadi, Al Imron alif lam bilan boshlanadi, lekin mashkisi Makki emas, qolganlar asosan Makki deydi. Surra adida ixtilof bor. Anikin Makki oyatlarninki o'rtaga qo'yilish uslubi, masalan, o'rtaga qo'yilish uslubi muhin, bir xil ma'noga ega. Muhin degan gap bir ma'noni bizga ishorat qiladigan va ta'siri cho'nqur uslub. Ta'siri nihoyat zo'r, balig'i ta'sir degan gap ta'siri voyaga yetgan. Shu darajadaki hayz tashtariku fi ada'adal g'arad, mushu maqsadni ifodalashda, ado qilishda lafziy qurilmalardan tema ta'sir qiluvchi omillargacha bo'lgan, mushu aloqachi bo'lgan ifodalashning barliq xususiyatlari ham o'rtaq rol o'ynaydi mushu sohada. Endi madaniy oyatlarningki xususiyatiga kelsak, yuqorida bir necha xil xususiyatlarni bayon qilindi. Shuning orqali biz ba'zida suraga qarablam suraningki makkiymi, madaniymi qanaqlalaymiz, farqlantirishimizga yordam bo'ladi. Tabiiyki, Makki madaniyni bilishda bundan ham kifoyalanmaymiz, faqat yordam bo'ladigan yuqorqi xususiyatlar. Madaniy oyatlarningki xususiyatiga kelsak, birinchisi madaniy oyatlarni ko'p hollarda musulmon jamiyatining qurilishini bitirib qo'yayotganligini ko'ramiz. Ya'ni musulmon bo'lib bo'lgan jamiyat haqida so'zlaydi. Ibn Qayyim deydi, Alloh subhanahu va taolo ularga, musulmon jamiyatiga ya ayyuhallazina amanu deb so'z bilan xitob qiladi. Bu shakldan buni bilan qilingan butun xitobning hammasi madaniy oyatlar deydi. Ammo ya ayyuhan nas bilan xitob qilingan xitob o'rtaq. Ba'zi madaniy chiqadi, ba'zi makkiy chiqadi. Lekin madaniy oyatlar musulmon oila qurilishini bitirib qiladi.
ya'ni shariatninki o'xshamagan hayot taraflarida, sohalaridagi ahkomlarni tafsili bayon qilish orqali, masalan, muomalat, nikoh, taloq, miros, masalan, xuddi sura Baqarada ko'ramiz buni, sura Nisoda ko'ramiz, ikkalasi madaniy sura. Mushu ahkomlarni, ahkomlar aqidaga tayangan va aqidadan chiqqan. Makki suralar avval aqidani puxtlagan bo'lsa, xuddi bularning huluga o'xshash. Madaniy suralarda ahkomlar o'tirib qo'yiladi. Bu ahkomlar aqidaga bog'lanib o'tirib qo'yiladi. Agar aqida bo'lmasa, ma ahkomlarning hech bir roli qolmaydi. Chunki bir odamningki hayotda ko'ngan bir ishini ma'vo haromkan deb tashlay olishi yoki ig'ir kelgan bir ishni ma'muning ustundagi vazifa ekan deb qila olishi uchun shu kishini shu ishni qilishga turtkuladigan, haydaydigan bir aqida ketadi shu odamda. Bir aqida bo'lish kerak shu odamda. La ya'ni endi mishakiga vaqtda bir gap kallanlarda xato o'qim shakllanib qolmasin. Ahkomlar madaniy surada, makki surada aqida desa, makkida surada faqat aqida yo'q, ahkom yo'q. Madaniy surada faqat aqida yo'q. Va unda o'ylab qolmanglar, ma g'oliban nuqtasida o'tgan gap. Shu abturda o'tadi. La ya'ni hada bunda deganligimiz hargizmi makki oyatlarningki ahkomlarning xoli yo'g'anligini tashri' ahkomlardan ifodalamaydi, maqsad qilmaydi, balki makki suralardami ahkomlar borki, ibodat, muomalatga qaytadigan, lekin bizning qilayotgan gapimiz g'olib ahvol, ko'p sonliq ahvollardan bo'layotdi. İkinci xususiyet, makki oyatlarning ikinci xususiyeti, biz bu xil Qur'onda, bu xil Qur'on degani shu madaniy oyatlarda munofiqlarningki rasvochiligini ko'ramiz. Ularning suiqasdlarini echib berishni ko'ramiz va ularning o'zaro zidliklarini, shunami, buni o'rtaga qo'yishni ko'ramiz va ularningki o'rtaga qo'ygan aldamchi shu oralarini aqlsizlashtirish qatorliq ahvollarni ko'ramiz. Xuddi sura Nisoda, sura Maida, sura Munofiqinda ko'rganimizdek bu ahvollar. Munofiqning gibi chiqqan suralar asosan nani bo'ladi? Makki oyatlarga tavavvurudi. Üçüncüsü bu xil Qur'onda, ya'ni makki oyatlarda ahli kitob bilan qilgan mujodalani ko'ramiz. Ba'zi tarix haqiqatlariga zid keladigan fikrlariga munoqilish qilganini ko'ramiz. Masalan, tuandagi misol, Yahudlar Ibrohim alayhisolamni Yahudi deb da'vo qiladi. Xristianlar İbrahim alayhisolamni Xristian deb da'vo qiladi. Ma ayet düştüki, ya ehlel kitab, lima tuhajjuna fi İbrahim ve ma unzilatit Tevrat vel İncil illa min ba'di afala ta'qilun. Hoy, nim depsizlar İbrahim haqqida munozara qilasizlar. Bir so'ng İbrahimni Yahudi deysizlar, bir so'ng İbrahimni Xristian deysizlar. O'ylab baqinglar, va Tevrat, İncil deganlar İbrahim alayhisolamdan keyin tushgan tursa, İbrahim alayhisolam vaqtida na Yahudilik va na Xristianlik bo'lsin. Mushumi gapmi? Afala ta'qilun degan shaklda bularga ig'ir darajada raddiya, ahli kitobni mat qildima o'rinda. Dördüncü karakter narafihi, yani medeni suralarda cihad ahkamlarını ve uruş, tinchlik, sulhi ahkamlarının zikirlerini tilg'alanganligini ko'ramiz. Bu Müslüman devletinin işlariga munosabatlik, xalqaro aloqasi munosabatlik, xuddi Anfal, Tavba, Sura Muhammadda qanaqandak kelgandek. Chunki Madinada, Makkada musulmonlarning davlati yo'q, aloqada hech kimisi yo'q, ammo Madinaga kelgan vaqtida bir davlat shakllandi, atrofdagilar bilan ma'lum darajada aloqa bo'ldi, ichki, tashqi ishlar bo'ldi, shunga o'xshash. Beshincisi va nulahiz, biz shuni mulohaza qila olamizki, mushu maqsad va undan boshqalar hammasi shu madaniy oyatlarga maskiradan uslubida o'tirib qo'yildi. Uslub o'xshamaydi, chunki A jamiyatda xitob qilinayotganlar boshqa, Ma jamiyatda xitob qilinayotganlar boshqa. Falaysa min shak, hech qanday shak yo'qki, nasning temisi, uslub, rangi va nimasini, yo'lini belgilaydi. Biz bir odamni tillamoqchi bo'lsak, boshqacha ohangda, boshqacha so'z ishlatamiz. Maqtamoqchi bo'lsak, boshqacha ohang, boshqacha so'z ishlatamiz. Buni hammadan bilamiz. Shunga Qur'ondagi madaniy oyatlarda g'olib ahvol uzun. Chunki qurilib bo'lgan bir jamiyat, bir davlat ahvoli buningga uzun gap ketadi qarindoshlar. Lekin Qur'onning ikki turdagi uslubi, mayli makki olsun, madaniy olsun, bu inson uslubidan alayda farqlanib turadigan mo'jiza uslubi holatda davom qiladi.
Ve bu güzellikte, balagatta, qalçılıqda en zirvege, çoqsığa yetken bir uslup halatda davam kılalık. Ta hazırlık kadar bu uslup ne? Meyle qana şekilde olsun yıqıtqalla hazırlık kadar yok. Din düşmanları o kadar şeydi ki, o kadar iqtisad sarf qılıdı ki, o kadar energiya sarf qılıdı ki dinni yok qilish üçün. Amma dinning asasi Türk olan Kur'an'da hazır kadar meyle lafzi taraflardan, mana taraflardan qana qılanmadı, hazır kadar yok qılanmadı. Eğer yok qıla alsa, bek iqtisadi, yani ticaşallık olan yok qilish buladı. Maalesef onda qılanmadı. Şoňaşqa bazıda Kur'an küçüge tayinadı, bazıda nurgun jallany berdi. Muşu dinni yok qılymyz dep Allah subhanahu wa taala dinni ulanın hile-mekarlarından saklasın. Endi Mekke ile Medine'nin nurgun alaylıklarını körüp ottuk. Biz qandaq ayırıya alayımız biz? Yukarıqı 5'teki Elif Lam Mim bağı mı yok mu? Ya eyyühellezine amenu mu? Ya eyyühen nas mu? Bunun qaraplam ayırgılamdı. Yok. Keyfe na'rifu el-Mekki minel medeni dese, Mekki'ni Medeni'den qandaq bilimiz dese, bunun da asaslıqı vehiyülen zamandaş yaşagan ve Kur'an'dan düşüşüge şahit olgan sahabalardan kelgen mazmunlarga qaytymyz. Yani bir ağız gepke xulasalap bereymiz savoqdaşlar. Rivayetke qarap turup, hadislerge qarap turup ayrımız, ondan başka yol yok. Ve aşu esbabı nuzulihi Kur'an'ın düşüş sebepleri bilen billi yaşagan sahabalardan kelgen rivayetlerge qarap turup ayrımız, ondan başka özümüz ictihat kıldığan saha emes. Mesela Seyyid Müslim'in Seyyid Bukhari'de geldi. İbn Mesud radıyallahu anh'ın deydi. Vallahillezî la ilahe gayruhu. Ondan başka ilah olmagan Allah bilen qasam ki Allah'ın kitabından bir sürü düşkenlan bolsa, men o sürünün nerede düştü bunu bilmem. Allah'ın kitabından bir ayet düşkenlan bolsa, men kim hakkında düştü bunu bilmem. Eğer Allah'ın kitabını mendin mo bekrak biladigan birisini biliblan qalsam, tüge eplan bara alsa, tügede bara alsam, larakip onun qaşığa baraptı. Qaranlama gepke. Demek sahabularda Kur'an bundan sonra bütün məlumatlı ba ve bulardan yok kelgen biz şunun asasındayız. Suyuti İtqan degan kitapta Medeni sürüler, Mekki sürüler ve ulamalar onu muayyanlaştırıp ixtilaflaşıp qalgan sürülerini keltirgen. Bu haqda nayt güzel bir paslini keltirgen. Biz bazı sürülerninki Mekki, Medeni iki türden tarif tapqanlıqqa işaret qilishimiz lazım. Endi demek burada gap var, muhim gapdan birisi. Bir sürü var. Sürünün 5'i Mekki yoki Medeni yazıqlıq. Bunda deganlik bu sürünün hemmisi Mekki yoki hemmisi Medeni deganlik emas. G'olib oyatlari Mekki, g'olib oyatlari Medeni. Ammo Mekki degan sürünün içinde Medeni ayetler oluşu mümkün. Medeni degan sürünün içinde Mekki ayetler. Muşu kullanıldı bu olsun savoqdaşlar. Ama hazır köz aldığımızdaki Kur'an var. Biz okuyduğumuz Kur'an'ın köpüncüsünün 5'i Mekki Medeni yazıp koyaqlar bizge nispeten. Kolay olsun üçün. Ama uya yazıp koyaqlıqı bütün sürünün hemmisiniki Medeni'ne geçiyor. Emas. Şuna da atıdı. Besilgan Kur'an-ı Kerim'nin köpüncüsü şu Kur'an'daki sürülerdeki Mekki Medeni'ye işaret kılaqlıq. Ölümalı tılğağa nasi etimadan. Lekin yadiki Mekki yoki Medeni sürünün hem ayetlerininki Mekki Medeni işkellikini ifadalamaydı. Yani biz külümüz yaptırıp. Endi Mekki Medeni'ni bilişinin ehmiyetiga kelsek, Mekki Medeni'ni bilersek birinciden nasih bilen mensuh ne? Ergeşiş vacip bolgan, qip qalgan hükümni bizge belgilep turadigan şekilde ayrı bilish. Çünkü Mekki burun, Medeni'ye keyin. Medeni'ni oqsak, Mekke'deki ma hükümni mensuh qıptıken bunu bile olalaymiz. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'ninki Müslüman ümmetini berpa qilish ve onu terbiyeleşti mangan uslubi ve İslam devleti kuruşta ağan kademlerini bilish. Bu en mühim nokta. En mühim nokta arkadaşlar. Muşunu cıqlarımız hazm kılanmavatımız ve hayatımızga tatbiqlanmavatımız. Hatta ki muşununda islahat davetçilerine bir ibret bolsun üçün. İslahat kılımız deyimiz, mollam qabbelden kisimizde. Anşına olan işler buzuludu. Resulullah qanda mangan, Kur'an qanda mangan ma ümmetini terbiyeleşin. Bu nokta bizge nispeten biraz tutuq savaqdaşlar. Yani hatta ki bunun da islahat davetçileri için ibret olsun ve İslami
hayatni yeniden başlaşqa telpinayotgan, izlanayotgan islomiy fikr yetakchilari uchun bir ibrat olsun uchun. Bu bek muhim. Üçüncüsü Mekke Medine buruşunun ahmiyeti. Kur'an-ı Kerim irişken, huzziye, Kur'an-ı Kerim kana kılgan irişken, Müslümanlar tarafından sahabaların devrinden tartıp ta bugünkü kadar irişken, yeterli köngül biliş ve zor hizmetinin dairesini kana kılış biliş. Bu kadar hizmetler oldu, digenini kana kılış biliş. Dördüncüsü ahırda biz Mekke Medeni gibi olan Kur'an-ı Kerim'den tunuşumuzdan kana faydalanmamız ise ayetlerini düşünüşte ve ayetlerini en ebzel şekilde, en mükemmel şekilde tefsir kılış. Ta bunun faydalarımız. Hususen eğer biz şunu olan birge esbab-ı nuzul'u bille toxtu. Mesela Mekke Medine'den başka esbab-ı nuzul'u bille toxtusa, bille izlensek bu bek güzel oldu. Şununla en misallarının içindeki en roşellerden birisi köp basqışta düşken nima ayetleri, cihad ayetleri, köp basqış düşken haram kılınış ayetleri, köp basqış düşken cezanın haram kılınış ayetleri, muşlarının hammasi bizge Kur'an'ı güzel şekilde düşünüşke ahmiyeti ve savabdaşlar. Şunu olan bugünkü dersimiz birinci fasli Mekke Medeni hakkındaki mazmun ahırlaştı. Dersimiz müşahede toxtaydı savabdaşlar. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.